3-bob. Xo'sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor yoki sunnatning nima foydasi bor? Yahudiylar har jihatdan buyuk ustunlikka egadirlar. Bu ustunlik eng avval shundan iboratki, Xudoning vahiylari ularga ishonib topshirilgandir. Agar ulardan ba'zilari iymonsiz bo'lib chiqqan bo'lsa, nima qildi? Nahotki bu iymonsizlik Xudoning ularga sadoqatini bekor qila oladi? Yo'q, aslo. Har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham Xudo haqdir. Zaburda yozilganidek: sen so'zingda doim haq bo'lursan, seni hukm qilsalar-da o'zingni oqlarsan. Shunday qilib, agar bizning haqsizligimiz Xudoning odilligini yanada ochiqroq ko'rsatsa, nima ham derdik? Insoniy fikr yuritib aytayin. Bandalari boshiga g'azab yog'dirgani uchun Xudoni nohaq deb bo'ladimi? Aslo. Aks holda Xudo dunyoni qanday qilib hukm qila oladi? Yana shunday so'rash mumkin: agar mening yolg'onchiligim tufayli Xudoning haqiqati yanada ulug'roq bo'lar ekan, mening ustimdan gunohkor deb hukm chiqarilish to'g'ri bo'ladimi? Yaxshilikka aylanib qolar deb yomonlik qilaveraylik desakmikin? Chindan ham u shunday ta'lim beradi deb ba'zilar bizga tuhmat qilmoqdalar. Bu kishilar odilona jazo oladilar. Xo'sh, shunday qilib biz yahudiylarning o'zga xalqlarga qaraganda ustunligimiz bormi o'zi? Aslo yo'q. Chunki ilgari isbot etganimizdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh yunon bo'lsin, hamma odamlar ham gunohning hokimiyati ostidadirlar. Zaburda yozilishicha, solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Idrokli hech kim yo'q, Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Hamma gumroh bo'ldi, barcha buzildi. Yaxshilik qilguvchi yo'q, biror kishi ham yo'q. Ularning bo'g'zi ochiq lahatdir. So'zlarida tilyog'lamalik, tillari ostida ilon zahari. Zardaga, zaqqumga to'la og'izlari. Qon to'kmak uchun chaqqondir oyoqlari. Ular qadam bosgan joyga falokat kelur. Ular bilmas tinchlik yo'lini. Xudodan qo'rqish yo'q ularning ko'z o'ngida. Endi biz bilamizki, ilohiy qonun neki buyurgan bo'lsa, qonunga qaram bo'lganlarga buyurgan, toki har bir og'iz yumilsin va butun dunyo Xudo oldida gunohkor bo'lsin. Zotan qonun amrlarini bajo qilish bilan hech kimsa Xudo oldida o'zini oqlay olmaydi. Aksincha, ilohiy qonun insonga o'z gunohkorligini yanada aniqroq ko'rsatadi. Endi esa qonunga aloqasiz ravishda Xudo talab qilgan solihlikka erishish yo'li aniq ravshan ko'rinmoqda. Bunga Tavrot va payg'ambarlar ham guvohlik beradilar. Xudo talab qilgan solihlik Iso Masihga ishonishdan iboratdir. Shu iymonga ega bo'lgan hammani Xudo oqlaydi. Chunki odamlar orasida hech bir farq yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'sinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi. Xudo sabr qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan bo'lsa-da, hozirga kelib o'zining adolatli hukmini amalga oshirdi. Shunday qilib, bir yoqdan Xudo o'z adolatiga sodiq qolmoqda va ikkinchi yoqdan Isoga ishongan gunohkor oqlanmoqda. Endi maqtanishga arzigulik narsamiz qoldimi? Bitti. Qaysi qonunga ko'ra bitti? Tavrot amrlarini bajo keltirishni talab qiluvchi qonunga ko'rami? Yo'q. Iymonni talab qiluvchi qonunga ko'ra. Biz qanoat hosil qildikki, Xudo Tavrot amrlarini bajo keltiruvchi emas, balki iymon keltiruvchi kishini oqlaydi.
yoki nahot Xudo boshqa xalqlarning ham xudosi bo'lmay, faqat yahudiylarning xudosimi? Albatta, barcha xalqlarning ham xudosidir. Sunnat ahlini iymon asosida oqlaydigan Xudo yagona bo'lib, sunnat ahli bo'lmaganlarni ham xuddi shu iymon orqali oqlaydi. Demak, biz bu iymon tufayli ilohiy qonunni bekor qilyapmizmi? Aslo. Aksincha, qonunni tasdiqlayapmiz.